Duruxan Belita mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli bo'lgan Duruxan brendi 2024-yilda tashkil etilgan. Korxona ish boshlaganida zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyat yuritishni yo'lga qo'ydi. Duruxan brendi faqat zamonaviy choksiz paypoqlar ishlab chiqaradi. Bugungi kunda O'zbekistonning barcha hududlarida 200 dan ortiq yirik hamkorlari mavjud. Shuningdek, mahsulotlari Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonga eksport qilinmoqda hamda kelajakda Yevropa davlatlariga eksportni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Duruxan brendi paypoq ishlab chiqarishda faqat yuqori sifatli iplardan foydalanadi. Asosiy ip turlari bambuk model va paxta. Duruxan brendi yuqori sifatli paypoqlari va doimiy barqaror sifati bilan tanilgan. Uning mahsulotlari ko'pincha Koreya, Turkiya va Xitoyning premium paypoqlari bilan taqqoslanadi. Brend doimiy innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar va zamonaviy marketing strategiyalariga alohida e'tibor qaratadi. Duruxan brendi barcha paypoq sotuvchilari va distribyutorlarni o'zaro manfaatli hamkorlikka taklif qiladi.